yo'ldoshlar, mana bugun biz Jomboy tumani eski Jomboy qishlog'iga qarashli Layla Tursunova fermer xo'jaligini pomidor ekilgan dalasiga Ammofos Ultra preparatini gektariga 1 litrdan rasxod qilib qo'llaganmiz. O'sha qo'llangan dorimizni effektini ko'rish uchun o'sha maydonga kelyapmiz. Hozir sizlarga video davomida qanday ta'sir bo'lgan, effekt qanday, hammasini video davomida ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz Jomboy tumani eski Jomboy qishlog'iga qarashli Layla Tursunova fermer xo'jaligini pomidor ekilgan dalasiga Ammofos Ultra preparatini 5-iyun sanasida qo'llaganmiz. Bugun 13-iyun sanasida o'sha maydonga kelib, dorimiz qanday effekt ko'rsatgan ko'rish uchun kelganmiz. Hozir endi dalamizga borib, holatni video davomida ko'rsatib o'tamiz. Mana pomidorimizni bugungi kundagi holati mana juda yaxshi ishlayapti. Gullash davrida. Mana hosildorliklarni ham, hosillarni ham sepishdan oldin bunday holatda emasdi. Video davomida oldingi holat bilan bugungi kundagi holatni o'zlaringiz bir solishtirib ko'rsalaringiz juda effekti zo'r bo'lgan. Barcha dehqon va fermer akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Buni Sifat Agro kompaniyasining barcha filiallaridan xarid qilishlaringiz mumkin.